Zahiriddin Muhammad Bobur kimni mag'lub etib Hindistonni qo'lga olgan? A. Amirxon, B. Shohruxxon. Amirxon. To'g'ri. Milliarder Alisher Uzoqov Chelsea klubini necha pulga sotib olgan? 500 million dollar, 20 milliard dollar. 20 da. Onasini yemsin. To'g'ri gap bo'lishi mumkin emas. Ajoyib javob uchun bitta like. Mirzabek Xolmetov qachon Olimpiya chempioni bo'lgan? 2018-2022. 2018. To'g'ri. 1 kilo tosh og'irmi, 1 kilo paxtami? 1 kilo tosh oldi. Nima deyapti? Otamni uylantiraman deydi. Buncha baqasan, bodida tushundimda. To'g'ri. Barchalaringizni Samarqand shahrida joylashgan Atlas'da 2-etajda kutib qolamiz. Bolajoningiz bilan kelib bemalol maroqli xorij chiqarsangiz bo'ladi. Har shanba, yakshanba kunlari bu yoqda animatorlik shoular bo'ladi. Marhamat. Yoshlarga qiziqarli bitta savolimiz bor. 1 kilogramm necha metrga teng? A. 10, B. 100. A, 10. To'g'ri. Salomat bo'ling. Tulipar, 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 tulipar.